Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 11, 12 va 13 mart kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-10 daraja sovuq, usti yurtda 11-13 daraja sovuq. Kunduz kunlari esa 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, Navoiyning cho'l hududlarida esa 5-10 daraja sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarga biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,3 daraja sovuq, kunduz kunlari 2-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechga tomon Qashqadaryo viloyatining ba'zi joylariga biroz yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. Tuman tushadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ko'p joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 1-6 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga yog'ingarchilik, asosan qor ko'rinishida, ayrim joylarda esa tuman tushishi mumkin. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Havo harorati kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.